Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Ürümçidə yana arqama-arqa xalqaralıq yığın ötküzdü. Xitay bu hafta Ürümçidə Xitay O'rta Osiyo Ma'arif ministrlari yığını ötküzgəndən sırt yana bir neçə xalqaralıq yığın ötküzdü. Xitayning bu harakatları irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishga urinish taktikalaridan biri deb qaralmoqda. Xitoy tashviqot vositalarining xabar qilishicha, Xitoy 12 may Urumchida tungi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo Ma'arif ministrlari yig'ini o'tkazgandan sirt, shu kuni yana 2025-yillik Xitoy O'rta Osiyo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot, qo'llanish hamkorlik yig'ini va 13 may Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning ma'arif ministrlari yig'ini o'tkazgan. 12 may o'tkazilgan yig'inda Ma Xiaorui Xitoy rejimining Sharq Turkistonni idora qilish tadbirini to'liq umumyuzlik ijro qilganligini, bir balvoq bir yo'l tashabbusi va Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'ini mexanizmi ramkasida har qaysi davlatlar bilan hamkorlikni chuqurlashtiradiganligini da'vo qilgan. Yig'inda Xitoy va O'rta Osiyo davlatlaridagi aloqador oliy maktablar hamkorlik kelishimi imzolagan. Shundaqla Ma'arif ministrligining atalmish Xinjiang oliy tadqiqot o'rni qurilishi boshlatilgan. Undan boshqa 13 may Urumchida 9-navbatlik Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning ma'arif ministrlari yig'ini o'tkazilgan. Yig'inga Rossiya, Belorussiya, Iran, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston qatorliq davlatlarning aloqador yuqori darajalik amaldorlari qatnashgan. Yig'inda Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlik raqamlik ma'arif ittifoqi va Xitoy Shanxay hamkorlik tashkiloti doktorlik tarbiyalash yangilik yoritish markazining qurilganligi e'lon qilingan. Shundaqla 10-qatimliq yig'inning Belarusiyada o'tkazilganligi bekitilgan. Yaqinqi bir necha yildan buyon Xitoy ko'plagan xalqaro yig'inlarni Urumchiga o'rinlashtirayotgan bo'lib, jumladan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bultur 7-oyda Sharq Turkistonda atalmish terrorlikqa qarshi hamkorlik 2024 nomli birlashma manevr o'tkazgan edi. Xitoy bu xil taktikalar orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishga, hamma ishning normal davomlashayotganligidek soxta ko'rinishni o'ttirg'a chiqarishga urinmoqda. Qozog'iston Uyg'urlar uchun ovoz chiqargan tadqiqotchining chegaradan kirishini chekladi. Yaqinda Daniyalik insonshunos Uyg'urshunos doktor Runi Stenbergning Qozog'istonga kirishi cheklangan bo'lib, uning yillardan buyon Uyg'urlar uchun ovoz chiqarganligi asosli sabab bo'lgan. Yer shariviy ovozlar to'rining bu haqda doktor Runi Stenbergni ziyorat qilib egilishicha, u burun Qozog'istonga ko'p qatim borgan bo'lsa-mu, 12 aprel Qozog'istonning chegara soqchilari tomonidan to'sib qilingan va chegaradan kirishiga ruxsat berilmaydiganligi uqtirilgan. Doktor Stenberg soqchilarning aniq sababni aytmaganligini, ammo o'zining Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqidagi tadqiqoti buningga munosabatli deb qaraydiganligini bildirgan. Doktor Stenberg uzun yillardan buyon maxsus Uyg'urlarni tadqiq qilib qolmay, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi aktiv ovoz chiqargan. Uyg'urchani ravon so'zlay oladigan doktor Stenbergning Sharq Turkistonga berib tadqiqot bilan shug'ullanishi mumkin bo'lmag'achqa, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo jumhuriyatlarida yashayotgan Uyg'urlarni ziyorat qilib tadqiqotini davomlashtirgan. Yer shariviy ovozlar to'ri ilxat orqali uni ziyorat qilib, Qozog'istondan chekilinish sababi haqida ahvol egillagan. Doktor Stenbergning aytishicha, u 12 aprel kechqurun Bishkekdan Olmaotaga berishni planlagan va Qirg'izistonning chegara tekshirishidan normal o'tgan. Ammo Qozog'iston chegarasiga kirishda chegara xodimlari uning pasportini tafsiliy tekshirgan va uni suratga tortgan. Xodimlar birdan muzokara qilgandan keyin uning Qozog'istonga kira olmaydiganligini uqtirgan. Ammo sababini aytmagan. Doktor Stenberg amalsiz Bishkekka qaytishga majbur bo'lgan. Doktor Stenberg bundan ilgari o'zining Qozog'iston hukumatini tanqid qilib boqmaganligini, har qatim Qozog'istonga borgandimi turish muddatiga rioya qilganligini, hech qanday qonun nizomga xiloflik qilmaganligini ta'kidlagan va bundan ilgari Uyg'ur masalasini Sharq Turkistonni tadqiq qilganligi va ovoz chiqarganligi sababli Qozog'istondan cheklanganligini, buningdan boshqa hech qanday sabab bo'lishi mumkin emasligini muayyanlashtirgan. Doktor Stenberg bundan keyingi tadqiqoti haqidagi savolga javob berib, o'zining Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Sharq Turkiston va Qozog'istondan iborat ikki davlatga kirishdan cheklangan bo'lsa-mu,
qo'lida intayin ko'p material borligini, uning ustiga yana nurg'unlagan davlatlarda Uyg'urlarning yashayotganligini, Qozog'istonga kirishi cheklanganligi sababli Uyg'urlar haqidagi tadqiqotining to'xtab qolmaydiganligini bildirgan. Bu Uyg'urlar haqida ovoz chiqargan chet ellik tadqiqotchilarning Qozog'istonga kirishdan tunji qatim cheklanishi emas bo'lib, Shohid biz nomida zo'r ma'lumot ombiri qurib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilishda muhim rol o'ynagan tadqiqotchi Yevgeniy Buninmo 2021-yili Qozog'iston tarafidan qora tizimlikka kirgizilib, chegaradan kirishi cheklangan edi. Sharq Turkiston ulusal futbol komandasi xalqaro musobaqaga tanlandi. Muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar yillardan buyon futbol suyar ruhini jonlantirib, turli musobaqalarni tashkillab kelayotgan bo'lib, yaqinda Sharq Turkiston ulusal futbol komandasining xalqaro musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishganligi, Sharq Turkiston nomi va bayrog'i bilan musobaqaga qatnashadiganligi haqidagi xabar hayajon qo'zg'adi. Muhojiratda qurilgan Sharq Turkiston futbol birlashmasining e'lon qilishicha, birlashma tarafidan tashkillangan Sharq Turkiston ulusal futbol komandasi bu yil 1-iyuldan 5-iyulgacha Londonda o'tkazilgan 2025-yillik CONIFA, ya'ni Mustaqil futbol jamiyatlari ittifoqi Osiyo lo'nqisi musobaqasiga tanlangan. Mustaqil futbol jamiyatlari ittifoqi 2013-yili qurilgan bo'lib, hozir Sharq Turkiston futbol birlashmasini o'z ichiga olgan 40 dan ortiq a'zosi bor ekan. Sharq Turkiston futbol birlashmasi 2019-yili qurilgandan buyon Gollandiya qatorliq davlatlarda ko'plagan do'stlik musobaqalarini tashkillagandan sirt, Sharq Turkiston erkinlik lo'nqisi futbol musobaqasini qarorlik o'tkazib kelmoqda. Bultur avgust oyida 5-navbatlik Sharq Turkiston erkinlik lo'nqisi futbol musobaqasi 8 davlatdagi Uyg'ur komandalarining ishtirok qilishi bilan Belgiyada o'tkazilgan edi. Sharq Turkiston futbol birlashmasining bildirishicha, navbatda Sharq Turkiston ulusal futbol komandasi musobaqaga qatnashish uchun iqtisodiy yordamga ehtiyojli bo'layotgan bo'lib, bu vaqtdagi chaqiriqlar davomlashmoqda. Trumpning Paris qo'ltiqi ziyorati boshlandi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Saudiya Arabistonda turli kelishimlarni tuzish nishon qilingan Paris qo'ltiqi ziyorati boshlandi. Amerika prezidenti Trump seshanba kuni Arab birlashma xalifaligini o'z ichiga olgan Paris qo'ltiqi ziyoratining tunji bekiti bo'lgan Saudiya Arabistonga yetib bordi. O'rta Sharqdagi krizis rayonlariga doir kelishimlarning hosil qilinishi qiyin bo'lsa-mu, Trumpning savdo kelishimlariga bakrak ahamiyat beradiganligi bildirildi. Trumpning ziyorat hay'ati Tesla shirkatining bosh ijroiya amaldori va Trumpning maslahatchisi Elon Musk qatorliq nufuzli Amerika savdogarlaridan tarkib topgan bo'lib, ular Saudiya Arabiston Amerika mablag' selish munbiri yig'iniga qatnashdi. Bu qatimliq ziyoratda g'oyat zo'r kelishimlarga imzo etilgan bo'lib, ikki davlat 145 turda jami 600 milliard dollar qimmatida kelishim hosil qilgan va Saudiya Arabiston Amerikaga soladigan mablag'ini 1 trillion dollarga yuksaltishni xohlaydiganligini bildirgan. Bulardan sirt Trump payshanba kuni Turkiyaga yetib kelib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan yuzturani ko'rishish ehtimolligining borligini o'tirg'i qo'ygan. Trump hokimiyati Ukrainadagi urushga hal qilish chorasi tepish, G'azzadagi vayron bo'lib ketgan rayonlar uchun yangi yordam mexanizmi o'rnatish va Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuni yangi urush to'xtatish kelishimini qabul qilishga majburlashni nishon qilmoqda ekan. Trumpning Qatar va Arab birlashma xalifaligidagi uchrashuvlaridami iqtisodiy masalalarni oldingi o'ringa qo'yishi kutilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.